Donald Tramp AQSh prezidenti etib saylanganidan beri oilasining boyligi keskin oshdi. Bu haqda Forbes nashri xabar bermoqda. Unga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp va uning rafiqasi Melania Tramp 2024-yil noyabridan beri boyliklarini 3 milliard dollarga oshirib, jami 7,3 milliard dollarga yetkazishgan. Forbes tomonidan tuzilgan dunyoning eng boy odamlar ro'yxatida Donald Tramp 118 pog'ona yuqorilagan va hozir 201-o'rinni egallab turibdi. Boylikning katta qismi, taxminan 2 milliard dollari Trampning kriptovalyutalarga qilgan investitsiyalari bilan bog'liq. Uning o'g'illari kichik Donald va Erikning boyligi o'tgan yildan beri mos ravishda 50 dan 500 million dollarga va 40 dan 750 million dollarga oshgan. Ular shuningdek Amerikadagi kriptovalyuta kompaniyalaridagi ulushlarga egalik qilishadi, deb yozmoqda nashr. 12 davlat Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun koalitsiya tuzmoqda. Belgiya, Buyuk Britaniya, Daniya, Irlandiya, Islandiya, Ispaniya, Norvegiya, Saudiya Arabistoni, Sloveniya, Fransiya, Shveysariya va Yaponiya moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Falastin davlatini qo'llab-quvvatlash uchun donorlar koalitsiyasi tuzilganini e'lon qilgan. Donorlar Falastinni moliyalashtirish uchun kamida 170 million dollar ajratishga va'da bergani aytilmoqda. Italiya va Ispaniya harbiylari hamrohligida 50 mamlakatdan kelgan gumanitar kemalar flotlari Isroil blokadasini buzish uchun G'azoga yo'l oldi. Bu xabar g'azoliklarni juda xursand qildi. Mintaqada bayram boshlanib ketgan. Putin va Zelenskiy Markaziy Osiyoda uchrashishi mumkin. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev agar Rossiya va Ukraina yetakchilari tayyor bo'lsa, muzokaralar uchun joy ajratishi mumkinligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Qozog'iston o'zini Rossiya-Ukraina mojarosida vositachi deb hisoblamaydi va kelajakda bunday rolni o'z zimmasiga olishni rejalashtirmagan. Ammo zarurat tug'ilsa, barcha darajadagi muzokaralar va uchrashuvlar uchun joy sifatida o'zining yaxshi idoralarini taklif qilishga tayyor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazish uchun bir nechta variantni taklif qilganini ma'lum qildi. Biroq Kreml matbuot kotibi Qozog'istonda muzokaralar o'tkazish tashabbusiga to'g'ridan-to'g'ri izoh bermagan. Toshkent metrosida maxsus xodimlar paydo bo'ladi. Endilikda hokimiyat Yaponiya tajribasini joriy etmoqda. Chaqqon soatlarda maxsus xodimlar yo'lovchilarni vagonlarga sig'dirishga yordam berishadi. Bu ayniqsa ertalab va kechqurun metro talabalar va ishchilar bilan to'lib ketganda dolzarbdir. Yangi tizim navbatlarni kamaytiradi va yo'lovchilarni tezroq chiqib kirishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Pokistonlik tadbirkor 2 yil davomida tuya peshobi o'rnida o'z siydigini sotib kelganligi uchun qo'lga olindi. Uning mahsuloti Rossiya, Qirg'iziston va O'zbekiston onlayn marketlarida sotilgan. 21 yashar tadbirkorning yolg'oni ko'plab shikoyatlar ortidan fosh bo'ldi. Xaridorlar tuya peshobi ta'mi g'alati ekanligidan shikoyat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, sotuvchi hibsga olindi. Yaponiyada 5 yil ichida yangi tish ishlab chiqarishga yordam beradigan dori preparati sinovdan o'tkazilmoqda. Insonlarda tajribalar allaqachon boshlangan. Agar sinovlar muvaffaqiyatli o'tsa, 2030-yilga borib stomatologga borishning keragi bo'lmasligi mumkin. Xitoyda dunyoning eng baland ko'prigi ochildi. Balandligi Toshkent teleminorasidan deyarli 2 barobar baland ko'prik Guchjou viloyatidagi Beypan daryosi ustidan 625 metr balandlikka ko'tarilgan. Bu 200 qavatli osmono'par binodan ham baland. Ko'prik deyarli 3 kilometrga cho'zilgan va uni atigi 3 yilda qurishgan. Mutaxassislar maktab sumkasining normadan og'ir bo'lishi qanday kasalliklarga olib kelishini ma'lum qildi. Sanepidqo'mitaning Toshkent shahar boshqarmasi maktab o'quvchilari sumkasining og'irligi ularning salomatligiga jiddiy ta'sir qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bolalikda og'ir sumka ko'tarib yurish skolioz, ya'ni umurtqa pog'onasining qiyshayishi, oyoqlar shaklining buzilishi va o'sish jarayonining turli muammolariga olib kelishi mumkin. Sumkaning og'irligi 1-2 sinflar uchun 1,5 kilogramm, 3-4 sinflar uchun 2 kilogramm, 5-6 sinflar uchun 2,5 kilogramm, 7-8 sinflar uchun 3,5 kilogramm hamda 9-11 sinflar uchun 4 kilogrammdan ortiq bo'lmasligi kerak. Mutaxassislar ota-onalarni farzandlarining sumkasini nazorat qilishga chaqirdi.
Qozog'istonning Kostanay va Rudniy shaharlarida ilk bor qor yog'adi. Aholi o'z ijtimoiy tarmoqlarida birinchi qor suratlarini joylashtirgan. Politsiya boshqarmasi haydovchilarga yomg'ir va qordan keyin yo'llar sirpanchiq bo'lishini eslatib, masofa hamda tezlikni saqlash haqida ogohlantirish berdi. Avvalroq Kostanay viloyatida havo harorati kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'lishi va yomg'ir aralash qor yog'ishi prognoz qilingandi. Sinoptiklar Qozog'iston hududining katta qismi shimoliy siklon ta'siri ostida bo'lishini ma'lum qilgan. Mamlakat janubi va sharqida yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatilmoqda. Shamol kuchayib, kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda.